General chiqaram. Kimdan olmayman mashina? O'zimizdan. Berasiz, general. Generalni beramiz. 100 million naqd beraman. Tamam. Hech bo'lsa berish niyati, ko'nglingiz hech bo'lmaydi. Sunnatga o'tib beramiz. Sunnatga o'taman deganga hech bo'lmasa 30 million o'ta olasizmi? Aytib turganingizdan. 30 million qilib aytishim kerak. Ya 30 millionga o'taman desa sunnatga to'g'ri bo'ladi. 45 million o'tib beramiz. Ya 45 million. Endi aka bitta ko'ringda. Siz hozir misol ko'rib kelasizmi Instagramda? Agar ko'rib kelayotgan bo'lsangiz, nima bunday narx aytib kelasiz? Ko'rib kelamiz. Shu yerda qo'yilgan mashinalarni ham ko'ramiz, qo'yilgan narx-navolarni. Aka qarang, qo'yilgan mashinalar, mashina sotayotgan yigitlarniki. Mashina sotayotgan yigitlarniki. Bu yerga men отдельно savdo qilaman. Probega halol aka. Probega halol qaytarilmagan. Tekshiramiz. Uni tekshirtirasiz. Probega shubhali yo'q. Bu yerga men отдельно savdo qilaman. 500 ming bilan ishlayman. Yangi yildagi. Bilaman. Olaman, sotaman. Olingan mashinalarga pul tikaman. Savdosi kundan sotavermasa bir hafta o'taversa pulini keyin tushirishga o'taman. Shunday ishlayman aka bu yerga men. Hali topishmoqda hech kim topolmayapti men qayerdan foyda olishimni. Endi men buxgalterman. Menga hadeb tushuntiryapman, bitta yetkazib tushunib olaman. O'zim buxgalterman. Mashina oldi sotib berib, ega pulini 100% berib, keyin misol o'zingizga pul kerak bo'lganmi, farqi yo'q. Kimgadir pul kerak bo'lsa, shu mashinani qo'yib, zavodga pul olgansiz, bo'ldi. 40 millionmi, 60 millionmi, u siz qancha ehtiyojingiz olgansiz. Buni militchapga hadovoy hamma narsa ishlari hammasi yaqinga noldan bo'lgan. Mashina tip-tiniq yurishi hech qanday atkaz yo'q. Mashina oladi, tozalaganda minadi. Bu uni taksi ham qilinmagan, izilmagan mashina. O'zi bir do'konchi bola, bunga yuk ham ortmagan, hech narsa qilmagan bola. Tushundim, qarang. Qarang aka, men 100 qilmayman dedim mayli. Rimga bo'ladigan bo'lsa 130 million bo'lsa sharga beradigan bo'lsa. Eshitding. Bo'ladigan bo'lsa 110 million beraman, naqd. Bo'ladigan bo'lsa. 130 million bo'ladigan bo'lsa aka, mana Ya. kredit birdan 0 qilib to'lab beriladi. Keyin bo'lsa nima qilamiz, olsa qilaveramiz, hammasiga o'ynaymiz. Unga muammo yo'q. Siz buni nechta pul deysiz? Mayli, bu aytgan bo'lsa o'sha narx. Aka Nexia 3 55, 60, 70, 75, 80, 2020, 21 105 qanaqani beraman? Qanday bundan baland ketadi aka? Mexanikalari bo'yicha. Rulga ko'raylik. Nech pul deb aytay aka, kimdir olar, men muncha bo'lsa oladi, muncha bo'lsa sotadim deb ketib qolmang deyapman. Ishingiz hal bo'lsin aka, bir kishi nima bo'lsa. Bizga endi to'g'risi 130 ga olganmiz, militchapga ishlarni hamma narsasini qilgan. Xo'p. Bu motor patashni pul tegizmagan. Qisqasi qarang, tushundim. Motorlar ochsiz, raddan yurgan qancha? 87 ming. 87 ming o'zini halol pul. 130 million bo'lsa beraman debdilar, 2022 ekan, keyin chiqadi. Ko'ringlar aka. Hech kimda pul kerak emas menga. Bu yerdan ham pul olmayman, kimdir olsa o'shadan ham pul olmayman, bemalol. Kimgadir agar ustoz qilsa, meni ko'ringlar, mashina egasi 130 ming beraman debdi. Ko'ringlar, olinglar.